Lekin bor Santander nomidan javob berib yubordimda hozir ham. Men hamkasbimiz yoniga Sadriddin yonlariga kelganman. Nesvanda hozir 12-qavatida jinni suhbat olib boramiz. Bu kasbga kirib kelishingiz va ishlab turgan stajingiz. O'zi bu kasbga umuman qiziqishim bo'lmagan. Просто nimadir o'rganib qo'yay degan fikrda bo'lganman birinchi. Shogirdlikka tushganimda ham umuman qiziqishim bo'lmagan. Просто o'rganyapman, keyinchalik boshqa ish qilaman yoki do'ratchiga kiraman degan xayollar bo'lardi. Toki o'zim qo'limdan soch olib soch olish kelgandan keyin fikrim o'zgargan. Soch olish boshlagandan keyin, birinchi ishim o'xshagandan keyin. O'shanga ham hozir 14 yil bo'lyapti. 14 yil bo'lyapti. Barberlarga kerak bo'lgan 3 ta narsa. Intizom, ish o'zining intizomi, disiplinasi, eng kerak narsalardan bittasi. Zo'r muomala mijozga. Ishini sifati. Shu 3 ta narsa kerak. Bu hamma sohada kerak o'zi. Barberlik qilib nimalarga erishdingiz? Endi moddiyatga taqamayman bu narsani, pulga. Odamlarning hurmatiga erishamiz. Savob ish. Rahmat deb chiqib ketishiga o'sha narsa bizga yoqadi. Odamlar xursand qiladi. Hayotda eng kerakli 3 ta narsa. Narsa shu ota-onaning duosi. Ota-onaning duosi birinchi o'rinda. Birinchi o'ringa shuni qo'yaman. Ikkinchi o'rinda odam o'zini o'zi boshqara olishi, nafsini. Uchinchiga keladigan bo'lsa, oila, ish. Shuni to'g'ri ushlash. Qaysidir bittasi noto'g'ri ushlab olsa, bittasi yomonlashib qoladi. Kasbingiz siz uchun nima? Kasbim men uchun bir xil aytadi, oddiy hunar deyshadi-yu. Hozir menda hunarim ham, hobbim ham, ishim ham shu. Pul baxt olib keladimi? Olib keladi. Pul baxt olib keladi. Qanaqaligiga qarab-da bu narsa. Maqsadga pul halol bo'lsa, kelayotgan pul halol narsalar ishlatilsa, pulni asosiy darajaga qo'yib yubormasa, faqatgina sabab deb qabul qilinsa, pul baxt olib kelishiga sababchi bo'ladi. Lekin bizga baxt beradigan, yo'limizni belgilab qo'ygan bu Alloh. Kasbimizni mensimaganlarga, past nazar bilan qaraganlarga nima deysiz? Oldin bo'lgan, hozirgi paytda hozir yo'q ketdi. Yaxshi bo'lib qoldi. Chunki barber darajasi hozir ancha oldinga chiqib qoldi-da. O'zbekistondagi eng kuchli kuzatib boradigan 3 ta barberlaringiz. O'zingizga yoqqan, hurmat qiladigan. Hurmat qiladiganlarim. Kuzatib boraman desam noto'g'ri bo'ladi-yu, lekin hurmat qiladiganlarim bor. O'sha Dilmurod aka style. Dilmurod aka. Shuhrat barber. 3 ta emas, 2 ta ekan menda. 2 tami. Bu barber shopga kirish uchun ahamiyat berib olasizlar bu barber shopga. Bu yerga ishga kirish uchun birinchi o'rinda staji bo'lishi kerak. Ish tajribasi. Qancha bo'lishi kerak kamida? Kamida 5 yil. 5 yil. Shu zamonaviy barber shop stillarini, shu fade, crop, udalyonka, soqolni to'g'ri forma berish. Shularning hammasini bilish kerak. Kosmetikalarni zamonaviy shu premium kosmetikalar to'g'risida ma'lumoti ham bo'lishi kerak. Lekin bor Santander nomidan javob berib yubordimda hozir ham. Sadriddin, savollarimizga samimiy javob berganingiz uchun kattakon rahmat. Kelajakdagi yaxshi o'ylagan niyatlaringizga omad. Kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Like, kommentlar bosib qo'yaverasizlar, fikrlaringizni bildirib qo'yaverasizlar. Salomat bo'ling.